جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, sizler erişken narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiq qilinglar. O'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiq qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundaq sadiqanglardan behojatdir. Hamd, ya'ni madhiyaga loyiqdir. Baqara surasi 267-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qarindoshlar. Oldingi darsimiz dammahdi. Bu darsimiz bo'lsa, dammahning uzartilib o'qilishi va vaomat bo'ladi. Shu 3 sharatlar ustida to'xtalamiz. Dammahlik harflarning so'zib, ya'ni uzartilib o'qildiganligi sol tarafidagi harakatsiz vav, miyaga bir dona harf keladi va ustida pesh bo'ladi. Yani damme, keynida bo'lsa harakatsiz vav bo'ladi. Mushun demakchi. Yoki kichik vav, ya'ni bu yerda bir vav harfi, onun keynida kichik vav yoki har qanday boshqa bir harf ustida damme, uningdan keyin keynida kichik bir yozilgan yo pastaraqroq yoki yinaga to'g'ri keldi kichik vav harfi bo'ladi. Va yoki harfning ustidagi ta'tur dammahdan bilinadi. Ta'tur dammah deganimiz mushu, ya'ni ta'tir pesh. Bularni ko'rgan vaqtinglarda bu dammah uzartilib o'qiladi ekan deb bilib olsanglar bo'ladi. Mad arab tilida so'zish degan ma'noni bildiradi. Mad harflari hurufu mad, so'zish harflari deganlik bo'lib, mad harflari 3 dir. Ya'ni tabiiy mad deganimiz bu 3 harf shu. Davomliq mad harflari so'zlangan vaqtda bu mad haqidagi izohatni deb kelyapman. Sababi keyingi darslarimiz mad bo'ldigan bo'lg'achqa u darsga hozirlik bo'lsin deb so'zlanib qoldi. Vav mad, damma, ya'ni peshlik harfining keyniga qo'shiladigan sokinlik vav bo'lib, mushu vav shu sokinlik bo'lsa-mu ko'pincha ahvollarda sokin yozilmaydi. Vav harfi bo'lib, bu xil ahvolda dammahlik tovush 2 harakat miqdori so'zib o'qiladi. Bunun umumiy ismi tabiiy mad bo'lib, normal so'zib o'qishni ko'rsatadi. Ya'ni bu hurufi mad deganimiz tabiiy mad shu, normal o'qilishini ko'rsatadi so'zib. Bu yerda keyniga mush sokinlik vav kelgandan keyin yoki mush ishoratlar har qanday kelgandan keyin 2 harakat miqdori so'zib o'qiysizlar. Harakat miqdori degan nimitda buni tuzitib qo'ydim. Harakat miqdori deganimiz bir harakat orqali hisoblanadi. Bir harakat miqdori deganimiz bir harakatlik harfni o'qiganchilik vaqtini ko'rsatadi. Oldingi darslarni tanishgan bo'lsanglar, u darsda tushuntirib o'tdim. Hozir to'xtalmayman. Anadan keyin bu yerga harakat, har qitim bu vaqtda to'xtaldim. Harakat deganimiz so'ziq tovush ahoni ifodalaydigan belgilar bo'lib, bu fatha, kasra, damma qatorliq 3 belgini ko'rsatadi. Buning sirtida qolgan belgilarning hammasi tashkil deb ataladi. Cho'ng va kichik o'qiladigan harflar dammah belgisi bilan keyniga sokinlik vav qo'shilib kelgandimi, o'xshash qoida bo'yicha chiqish o'rnidan chiqadi, shunday o'qiladi. Askartish. Vaomat ba'zida ta'tur pesh baydidoq, ya'ni mushunga o'xshaydi. Ta'tur pesh, ta'tir damma belgisi yoki peshlik harfining keyniga bir kichik vav yozilish orqali yoki buna kichik vav bu yoki bo'lmasa shunday holatlarda kelib ifodalanadi. Misal Davudu deb o'qiladi. Mayada o'qisanglar bu Davudu o'qilishida hech qanday farq yo'q. Aslida bu ma o'qilishdan farq yo'q. Bu-chu Davudu. Buni o'qilishdan hech qanday farq yo'q. Ya'ni 2 harakat miqdori so'zab o'qiladi. Yana vav mad sokinlik vav bo'lsa-mu ko'pincha ahvolda vavga sokin belgisi yozilmaydi. Miyadimi yozilmaydi. Va tovush belgisiz yoziladi. Hech qanday tovush belgisimi kelmaydi vaomatga. 2 xil sokin belgisi va hech qanday belgi yozilmagan shaklning o'qilishida farq yo'q. O'xshash 2 harakat miqdori so'zib o'qiladi. Qaranglar, miyada nima kelmadi? Sokin belgisi kelmadi. Miyada jumlaq sokin belgisi keldi. Bu yerda yanto sokin belgisi keldi. Bu 2 xil o'qilishda hech qanday farq yo'q. Bu vaomat asli sokinlik bo'ladi. Faqatla sokin belgisi yozilmaydi. Bu xil ahvollarning hammasida 2 harakat miqdori so'zab o'qiymiz. Alif matning keyindan kelgan tovushsiz vav harfi o'qilmaydi. Misol, alif mat bu yerga, ya'ni keyindan alif mat keldi. Bu yerda sokinlik, ya'ni tovushsiz vav keldi.
Bu vav o'qilmaydi. Bu hayatin deb o'qiydik. Bunimi hayatin bu yerda nima tushib qoldi? Vav tushib qoldi. Shunda o'qiladi. Bu fatha babining temisi vavga munosabatli bo'lganligi uchun bu yerda qayta so'zlab o'tdim. Sakinlik vav harfining keynida kelgan sakinlik alif harfi o'qilmaydi. Misol sakinlik vav harfi. Sakinlik ammo sakin yozilmaydi. Bu yerdagi alif harfi o'qilmaydi. Qalu deb o'qiymiz buni. İki harakat miqdori so'zildi. Bu alif o'qilmaydi. Bu deganlik qalu bunun bilan o'xshash keyin kelgan alif, ya'ni sakinlik alif o'qilmaydi. Andan keyin yana ba'zi so'zlardagi harakatsiz vav harfi o'qilmaydi. Qaranglar, harakatsiz vav harfi bu yerda jumloq sakin keldi. Biz oldingi soatda ba'zi harflarning ustiga mushlar jumloq sakin belgisi keldi. O'qilmaydi degan to'g'ri. Buni qanday o'qiymiz? Ulaika deb o'qiymiz. Bu yerda voni tushirib qo'ydim, yozmadim. Buning o'qilishi bilan buning o'qilishida hech qanday farq yo'q deganlik. Ya'ni bu tashlanib qoldi, vav harfi o'qilmaydi. Bumu ulaika deb o'qildi. Bu-chu zul fadli deyiladi. Bu yerda vav o'qilmadi. Mushning o'xshaydi, vav tushirib qo'yildi. Bumu zul fadli deb o'qiladi. Yoki bo'lmasa shu o'qilmaydigan vavning ustida sakin keladi, jumloq. Yoki bo'lmasa kelmagan taqdirning o'zidami qasr degan, ya'ni qisqa o'qiymiz, belgisi keldi. Agar bu vav o'qilgan bo'lsa zul fadli deb o'qiydik. Vav o'qilmag'achqa zul fadli deb bu vavni tashib o'tib o'qidik. Bu yerda qasr, ya'ni qisqa o'qiymiz, uzartmaymiz deganni bildirgan qasr kalimasi ostiga kichik qilib yozilgan bo'ladi. Yana fatha, kasra va damma harflarining keynidan kelgan sakinlik hamza. Qaranglar, bu hamza. Alifning ustiga hamza kelsa, nima degandik? Bu yana hamza. Yaning ustiga hamza kelsa, bu nima? Yana hamza. Vavning ustiga kelsa, yana bu hamza deb o'qiladi. Bu ilgirki darslarda so'zlagan temimiz. Bularninki hech biri mad harfi bo'lmaydi, chunki bu hamza. Hamza mad harfi emasdi. Mad harflaridan bo'lmaganligi uchun so'zilmaydi. Bu ahvolda so'ziq tovushning sakinlik ohangi bilan o'qiladi. Misol, agar bu yerda hamza bo'lmay alif bo'lgan bo'lsa, nati deb o'qiydik. Bu yerda hamza bo'lib, ustida sakin keldi, shunlashqa nati. Ma bo'lsa ya'murukum. Bu dammah babidan keyin ki darsimiz bo'lsa, sakin bo'ldi, texamu sakin. Haqida izohlar, anadagi mashqlarni qilgan chog'da inshaalloh texam yaxshi o'qiydigan bo'lib ketisizlar. Bu bir hozirlik bo'lib qolsin sakin babi uchun. Misollarimizda sakin yer olib qoldi. Mu'minatun. Qaranglar. Mu'minatun deb o'qimadik. Bu yerda hamza. Bu alif, ya'ni vav mad emas bu. Hamza kelganligi uchun ustiga sakin belgisi qo'yildi. Bu qo'shib o'qildi. Hamza deb qabul etamiz. Mu'minatun. Bu yu'luna. Bu bo'lsa jitukum. Bu bo'lsa bisa. Deydiganlarim mushunchalik. Endi darsning o'ziga o'tib ketaylik. Inchi o'qilgan harflar bilan boshlaymiz. Ikki harakat miqdori so'zatdik. Men oldi bilan harfning ismini, undan keyin ikki harakat miqdori so'zab o'qib beraman. Menga agishib o'qinglar. Hamza, u, ba, bu, ta, tu, tha, su, jim, ju, ha, hu, dal, du, ذال, ذو, za, zu, sin, su,
شين شو شو عين عو عو فا فو فو كاف كو كو لام لو لو ميم مو مو نون نو نو ها هو هو واو وو وو يا يو يو Endi cho'nqilgan harflarga qaraymiz. Xo, xu, xu, ro, ru, ru, g'ayn, g'u, g'u, qof, qu, قو صاد صو صو ضاد ضو ضو طا طو طو ظا ظو Lu hamda silishtirma inchik o'qilgan harflarga qarayli. Buni faqatla bir harakat miqdori so'zimiz, buni bo'lsa ikki harakat miqdori so'zimiz. U bu mana agish bo'lganlar. Tu su ju hu du zu su shu fu ku lu mu no hu wu yu hamda cho'nqildan harflarning silishtirimiz qaraymiz. Xu ru g'u qu su bu qu lu
Bugungi darsimiz mishyagicha bo'ladi. Keyingi darsimiz bugungi dars va ilk darslarning mashqi bo'ladi. Bu darsni yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من